Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Alyuka 07 do'stlar. Do'stlar, hozir sizlar bilan mana shu orqamdagi uyga obzor qilib chiqamiz. Unda ketdi. Hozir ne qilamiz-da? Ne qilamiz? Unda mana shu uyda hozir tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Mana bu yerda nima qilamiz? O'rganib chiqamiz. Unda ketdi. Obzor. Sal qotayotgan bo'lsa uzr. Mana shu videoda 3000, 2000 ta hisoblang. Yana boshqa uylar qurishga harakat qilaman. Mana kichkina yotoqxona tor bo'lsa ham. Mana kitoblar qo'yilgan. Mana do'stlar, ahamiyat bermaysizlar, sal noto'g'ri bo'lsa, mana bloklari. Mana do'stlar. Mana bu yerdan chiqadigan joy bor. Mana bu yerga maza qilib balkondan tomosha qilsangiz bo'ladi. Yana mana shunaqa pechka va oshxona mana shu yer. Mana bu tepasi oshxona. Sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariya qoldirib, kommentariylar banglat desanglar do'stlar, bundan ham zo'r uylar qurishda davom etamiz do'stlar. Unda hammaga xayr. Men sizlar bilan Alyuka 07 bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.